Mirzo-Ulug'bek rayon, Amir Temur mahalla. Shunda ko'rsanglar bo'ladi. Mana Amir Temur rezidensiya kottejlar qurilyapti. Yaxshi mahalladan, fasadi 20 metr. 6 sot uchastkamiz sotuvga chiqdi. Sotuvga chiqqan uyimizdan arendada. Shunda bu yerdan chapga qayrilsanglar akademiyaga chiqqan uyimizga kirib ketamiz. Uyi hamma ish qilib bo'lingan. Faqat o'zingizning vkusingizga qarab remont qilsanglar bo'ldi. Tepada ikkita spalni, pastda 3 ta xona. Bu yoqni ko'rsataman sizlarga. Kirganingizda katta hol kutib olinadi. Bu yerga tapcha qilib qo'yishdi. Endi o'zbekning nimasi ko'p, mehmoni ko'p yig'iladi. Bemalol kirib o'tirgani, mehmonlar kutib olgani. Ikkita spalni bu yerda, ikkita spalni, bitta zal. Qorong'i svet yo'q ekan, olib o'tirman. Rayonga $280,000 6 sotuga, как выкупной narx, uspet qilib qolinglar. Ekspertdan yaxshi maslahatlarni o'tkazib olmaslik uchun meni kanalimga обязательно подписка tashlab, qo'llab-quvvatlab turinglar.